O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri A. Xudoyorovga deputat so'rovi. Hurmatli Asilbek Anvarovich, bugungi kunda mamlakatimizda aholi sog'lig'ini saqlash va yaxshilash, kasallarning oldini olish hamda ularni davolash uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunning 41-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasida tibbiyot faoliyati bilan oliy yoki o'rta maxsus tibbiyot o'quv yurtini tamomlaganlik to'g'risida diplom olgan shaxslar va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi xalq tabobati usullaridan foydalangan holda tibbiy xizmat ko'rsatish faoliyatini litsenziyalash bo'yicha maxsus komissiyaning xulosasi asosida shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar. G'ayriqonuniy ravishda tibbiyot va farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar qonunga muvofiq javobgar bo'ladilar. Ushbu javobgarlik shu jumladan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-5 moddasida belgilangan. 2025-yil 5-fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda bemorlarni tabobatda tasdiqlanmagan usullar bilan davolagan shaxs haqida video tasvirlar tarqaldi. Bunday harakatlar fuqarolarning sog'ligi va ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yuqoridagilardan kelib chiqib, ijtimoiy tarmoqlarda xalq tabobati yo'nalishida ruxsat etilmagan usullarni qo'llagan tasvirlangan shaxslarning faoliyati qonun hujjatlariga muvofiqligi yoki muvofiq emasligi haqida qonun buzilishiga yo'l qo'yilgan taqdirda berilgan choralar ko'rilishi yuzasidan tushuntirish berishingizni so'rayman. Ushbu deputatlik so'rovi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Tabiblar ilmiy markazi davlat tashkilotining bergan javob xati. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining 2025-yil 7-fevraldagi xatida qonunga zid ravishda tabiblik faoliyati bilan shug'ullangan Iqbol Soliyev Qo'qon shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudining qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-5 moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilganligi ma'lum qilingan. Mazkur noqonuniy tabiblik faoliyati bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati M. Ibragimovaning 2025-yil 7-fevraldagi deputatlik so'rovnomasi ham mavjud. 2025-yilning mart-aprel oylarida ijtimoiy tarmoqlarda Qo'qon shahridagi Iqbol Soliyev xalq tabobati yo'nalishida ruxsat etilmagan usullarni qo'llagan holda fuqarolarga tibbiy xizmat ko'rsatayotganligi keng tarqalmoqda. Xalq tabobati usullaridan foydalangan holda tibbiy faoliyat ko'rsatish tartibi va hajmlari to'g'risidagi nizomda ko'rsatilmagan usullardan foydalangan holda xalq tabobat yo'nalishida tibbiy xizmat ko'rsatish qonun hujjatlariga zid hisoblanadi. Yuqoridagilarga asosan qonunga zid ravishda tabiblik faoliyati bilan shug'ullanayotgan Iqbol Soliyevga qonuniy chora ko'rishda amaliy yordam berishingizni so'rayman.